Üzüş bilen g'uncha gullar solib ketmaydi. Depseş bilen bu bog' cho'llar bo'lib ketmaydi. Üzüş bilen g'uncha gullar solib ketmaydi. Depseş bilen bu bog' cho'llar bo'lib ketmaydi. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Bugun bu yerimiz toplanib Uyg'ur tafakkurlari haqida ularning she'rlarini aslab o'tdik. Oldi bilan bu ahamiyatli faoliyatni uyushtirgan Uyg'ur akademiyasiga rahmat aytaman. Ondan bizga qadam tashlab qolgan hamda tushuncha bergan, tanishtirish bergan o'qituvchilarga ko'p rahmat aytaman. Bu tafakkurlarimiz haqidagi, tanlıq shaxslarimiz haqidagi bu uchur bilimlarni biz kitaplardan, maqollardan o'qib bilalaymiz. Ammo hammamizning bir yerga to'planib, bularni xotirlashimiz va eng qimmatli bir yer deb o'ylayman. Hammamizga ma'lum, palash gavda og'riq sezmaydi. Zulmni his qilgan ong bo'lmasa, xalq zulmning kunlik turmushining bir qismi deb his qilib ketaveradigan gap. 500 yıldan artıq zamandan beri milletimiz ayni kasalning iskanjisida qimir qilmay yotmoqda. Yaqinqi zaman tariximizda bu palash gavda o'zimizdan chiqqan qo'ligul tiyiblarimiz darbidan davolanib, bir qancha qatim o'rindan qo'pishga tirishgan bo'lsa-mu, oqibat mag'lub bo'ldi. Milletimiz ta bugunga qadar xor va qala holatda dünya milletlerinin haşimetlik binasının en töven evrez katlanlarında inrap yapmakta. Bugünkü milletimizdeki köpeyce ruhi altı yazılmışındakta göz gömeydi, hem görüşünü kalamaydı, kuluğu anlaşını kalamaydı, dili sözleşini kalamaydı. Bu yerda şu qo'ligul, parishta sifat millat ro'yining usta teyuklaridan biri bo'lgan, yaqin zaman tariximizda o'tqachdek ichilgan va o'z qo'limizda vaqtsiz to'zilgan bir gul, mashhur jadidchi olim Abduqodir Domullam ibn Abdulvaris Qashqarini eslab o'tamiz. Abduqodir Domullamninki hayot faoliyati haqida boshqaroq to'xtalib, Abduqodir Domullamning to'liq ismi Domullo Abduqodir ibn Abdulvaris. Onun yana G'azi, Qashqari degan taxalluslarim bor. Abduqodir Domullam 1862-yili Otishning Mashhadga tutash Bag'iriq kenti dunyoga kelgan. Tug'ilgan yili to'g'riliq boshqa ko'z qarashlar bor, ammo vatan ichidagi ko'pincha ziyolilarimizning o'rtaq qabul qilgan Bizler şu 1862'de kabul kılan. Abduqodir Domullam başlangıç ma'lumotni Otish Mashhaddagi Hazrati Sultaniya madrasasidan olgan. 15 yoshdan keyin Qashqar shahri O'rda oldidagi oliy bilim yurti Xaqoniya madrasasida o'qishga kirib, muntazam tarbiya olgan. Abduqodir Domullam 20 yoshida Qo'qonga o'qigan. Qo'qonga o'qishga borgan. Bir qancha yildan keyin Buxoroga berib, u yerdagi Abdul Azizjon madrasasiga berib, o'qishga kirib, diniy ilmning har qaysi taraflar bo'yicha atrofli ma'lumotdan iborat qolmasdan adabiyot, tarix, ilmiy mantiq, hisob va arab faris tillarida puxta egallagan. U Buxoroda Mavlona Abdul Razoqiy, Buxoro muftisi Ivaz Xo'jandi, Qo'qonning Shayxul Islomi Domullo Ulug'xon To'ramlardan dars olgan. Abduqodir Domullam o'qishni tamomlagandan keyin Samarqand, Ufalarda mudarrislik qilgan. Abduqodir Domullam Buxorodagi o'qishni tamomlab 20-asrning g'arbisida Qashqarga qaytib kelgan. Tunji nikohi ko'ngilga bo'lmay, ikkinchi qatim Naila ismli qizni amriga oldi. 1903-yili tunji farzandi Abdulaziz Mahsun dunyoga keldi. Abduqodir Domullam o'qishni yenidan tugatib kelgan yosh domula bo'lish bilan
Qashqardagi umumiy iqlim ichiga singib ketgan. U behaltada yangi qarashlarni o'tirib qo'yib, ta'sir paydo qilishga dastlabda ketmaydi. Chunki Yevropa ellarida ma'rif, ma'rifatchilik ishlari toza yuslayotgan sharoitda Uyg'ur jamiyatida buning dal aksicha jaholat, ya'ni ang bilim fikrda qarang'ulik hukm surayotadi deb o'ylayman. Abduqodir domlam Qashqarda bir mazgil mudarrislik qilgandan keyin haj farzini ado qilgach, chet eldagi islohot ahvolini bilib kelish maqsadida 1906-yili Makkaga borgan. Hajni ado qilib bo'lgandan keyin Istanbulda 2 oy turib Misrga borgan. O'zining yozishicha Misrda Tatar taliblarning yordamida dаңliq yangilikparvar mutafakkur Şeyh Reşit Rıza, Allabajor'unki boshlig'i Mustafa Kamil, Takziya madrasasining müdiri Seyfiddin Muhammad Efendi qatorli iqtisodlar bilan fikrlashgan, islohot ruhi boy adib olimlarningki asarlarini o'qib, islohotchilik ideyalarini qabul qilgan. U Misrda 2 oy turib, ondan vataniga qaytgan. Bu qitim g'ayrat qilib Qashqar aholisini taraqqiyot va jadidchilik islohotiga dalolat qilishga kirishgan. Onun yaşlara xas qizg'in hissiyat bilan qilgan bu dalolatlari xurofotlik, nodonlik, qaqshoqlik va uchqir chiqqan mutasiblikninki qatma-qat chang to'zonlariga ko'milib qolgan Qashqar diyorida aksicha unum bergan. Mutasib Qashqar ulamolari islohot degan atalg'uga Buxoro madrasalariga o'xshashla so'g'ib qarg'ashqa Abduqodir domlamni qattiq chatga qetib yetim qoldirgan. Natijada Abduqodir domlam Qashqarda tura olmay 1909-yili yana Qo'qon, Toshkent, Buxoro taraflarga yo'l olgan. Abduqodir domlam 1911-yili 2 yildan keyin Olmaota orqali G'o'ljiga kelgan. G'o'ljida 1 yil faoliyat qilgandan keyin 1912-yili Qashqarga qaytib Qashqarda o'zi bosh bo'lib jadidchi maktab ochgan. O'zi bu yillarda ham mudarris bo'lgan, hamda Qashqarning muftisi bo'lgan. Qashqardagi buruqtimi vaziyatdan ish chiqilgan, g'oya orzulari amalga oshmay taq bo'lgan Abduqodir domlam O'rta Osiyoga yana bir qitim safar qilgan. Bu qadimgi safar vaqti 1919-yildan 1921-yilgacha bo'lgan. Abduqodir domlam O'rta Osiyodagi 3 yilga so'zilgan kuzatish, kutish, o'ylanish hayotini oxirlashtirib, O'shdan Qashqarga qaytib kelgan. Qat'iy irodalik, murassassiz, vatanparvar, fidokor, yo'lboshchi, mutafakkur, islohotchi, o't yurak, jadidchi Abduqodir domlam 1924-yili 14-avgust tong saharda Qashqar shahridagi uyida munofiq qotil Ahmad Nazim tarafidan qasdlab o'ldirilgan. Tuanda Abduqodir domlamning ilib bo'lgan islohoti haqida biroz to'xtalib. Birinchisi, Abduqodir domlam 20-asrning boshlarida Uyg'ur diyoridan chet elga o'qishga chiqib, yaxshi natijalar bilan o'qishni bitish bilan birga chet eldagi yangiliklarni qabul qilib, Uyg'ur xalqiga bu yangiliklarni qabul qilg'izishga, millatni uyg'otishga tirishgan zamonninki ilg'orlardan biri bo'lgan. Ya'ni u oldi bilan o'zini isloh qilgan. Fan texnika qanday taraqqilayotgan bugungi kunlarda taraqqilagan davlatlarda yashab turib, ko'zi ochilmagan, yodlangan 4 so'risini ilm hisoblaydigan ba'zi qaloq insonlarimizga nisbatan aytganda bu ruh intayin tangdarsiz bir qimmatli ruhdir. Ikkinchisi, yangicha o'qitish usulini kengaytirishga, ya'ni jadidlik o'qish usulini kengaytirishga tirishgan. Abduqodir domlam Qashqarga qaytishdan ilgari Istanbul, Qozon, Xo'jand, Toshkent qatorli joylarda ilmiy ziyoratda bo'lib, ayni yillarda O'rta Osiyodagi tatar ma'rifatchilari yo'lga qo'ygan yangicha o'qitish shakli usuli jadidning an'anaviy o'qitish shakli usuli qadimiydan ko'p ilg'or ham unumli ekanligini to'nib ketgan. U islomiyat dunyosi jiddiy qiziqishga duch kelgan o'sha davrda tatar madaniyat uyg'onish avjiga chiqqan shaharlarda ilm tahsil qilgan. Aşı iri doqullarda kurash g'oyasini mustahkamlagan.
Bu vaqtda o nima qilish kerakligini nihoyatda aniq tushungandi. O'zining Samarqand, Ufalarda mudarrislik qilish jarayonida darslik sifatida tuzgan Aqaid Zururiya nomli asarda aniq qilib bunday yozgan. İmanning xor va zabun bo'lmoqiga sabab nimadir? Ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik, ikkinchisi tafriq va ixtilofdir. İzzat, obro'y, quvvat nima bilan bo'ladi? İlim, ma'rifat, ittifoqlik. Abduqodir Domollam O'rta Osiyo va Turkiyalarini aylanish, kuzatish jarayonida tafakkur qilish orqali oxirgi hisobda o'z yurtining, millatning kulfatli taqdirida o'ngshash uchun cho'qim ishni ma'rifdan, madaniyatdan boshlash zarurligini to'nib ketgan. Uning bu xil islohotchilik ideyasi, ya'ni yangilash, jadidchilik ideyasi mashhur islom mutafakkirlaridan Jamoliddin Afg'oniy va Shayx Muhammad Abdullahlarning asarlarini o'qish orqali texnik quvvat topgan. Abduqodir Domollam O'rta Osiyo shaharlariga borgandan keyin bu jarayonlarda bu joylardagi yangi jonlanish manzarasini ko'rgan. Qrimlik mutafakkir İsmail G'asparoli qo'zg'agan jadidlik harakati bu yillarda O'rta Osiyo o'lkalarida jo'shurib rivojlanayotdi. Jadidcha maktabning soni tez suratda kengayotdi. Taraqqiy, Xurshid degan gazetlar nashr qilinayotdi. Abduqodir Domollam Qo'qon, Toshkent va Buxoroda bir mazgil turib, O'rta Osiyo islohotchilarininki, jadidchilariningki islohot tajribalarini, jadidlik harakatlari bilan yaqindan tanishqach, Javohirul Iqon, Miftahul Adab, ya'ni adabiyot oshquvchi nomli kitoblarni bitkizgan. Miftahul Adab 1910-yili Sirajiddin Maxtumninki ko'chirgan qo'ljalmasiga asosan Toshkentdagi G'ulomiya matbaasida besilgan. Shu jarayonda Abduqodir Domollam yana Toshkentdagi Murodxo'ja Farischadan tarjima qilgan Turkiy Guliston nomli kitobga taklif bilan she'riy taqriz yozgan. O'zining islohot niyatini, jadidcha maktablarni etish orzusini amalga oshirish uchun Bidoyatus Sarib, Bidoyatul Nahvi, Tashilul Hisob qatorliq darsliklarni tuzib, Qashqarlik tarafparvar savdogarlardan Nuzratda Hoji Muhammad Ali, Abdurahim Axun, Muhammad Axunlarninki iqtisodiy yordam bilan Qozon shahridagi millat matbaasiga berish hamda Qashqarga avatib berishga topshirib bergan. U Toshkentdagi mazgilda tuzgan Miftahul Adab nomli kitobning muqaddimasida samimiylik bilan butkul O'rta Osiyo o'lkalaridagi turkiy xalqlarning iqtidorlik oldida ketgan kishilarga shunday xitob qiladi. Ilgari yaxshi olimlarning yo'lida minib, manfaatli olim va oliy ma'rifni yo'lga keltirishga tirishqaylar. Abduqodir Domollam 1911-yili Olma-ota orqali G'o'ljiga kelgan. Bu yillarda G'o'ljida Akufka Musaboyevlar va G'o'lji tavasida yimidan kelgan tatar ma'rifchilaridan ochgan maktabda dastlabki qadamda shakllangandi. Abduqodir Domollam G'o'ljida ilg'orlikda taniqli olimlardan Abdulmutolli Xalqutdin bilan suhbatlashib, uningga jadidchilikni tashviq qilgan. Abduqodir Domollamning din bilan fanni birlashtirish, o'qitishga bir qism dunyoviy fanni kirgizish, usuli jadidni yo'l qo'yish tashabbuslarini Abdulmutolli Xalqutdinninki qo'llashiga erishib, uning ishdan texnik oshirgan. Nodonlik va jaholatga qarshi turib, xalqni uyg'otish faoliyatlarini texnik kuchaytgan. Bu qitim uning jadidlik ideyasini haqiqiy ma'noda shakllanib, bu xil yangi islohotni Qashqarda shakllanmasdan yo'l qo'yish irodasi kelgan. Hamda G'o'ljidan qaytib 1912-yili Qashqarda o'z bosh bo'lib jadidchi maktab ochgan. Yaponiyalik tadqiqotchi Uisho Shinichiro Qashqardagi yangilikqa ko'chish harakati nomli maqolasida Dana islohotchi o'limi Abduqodir Domollam 1912-yili Qashqar shahrida yangicha maktab ochgan.
Abdülkadir Damullam Qashqar qatorliq Tangirtog'ning janubidagi Tarim vodiysi atrofidagi joylarda musulmonlarni yangicha ma'rifda tarbiyalash uchun o'qituvchi taklif qilish bilan birga har yili Istanbul, Qozon, Ufa, O'rinbor qatorliq ilg'or yurtlarga 10-15 dan o'quvchi chiqarib turgan deb yozgan. Ana shu o'quvchilardan birisi 1933 yil 11 oyning 12 kuni Qashqarda tunji islom jumhuriyatini qurgan Sabit Dabullam Abdulboqi Kamalidir. Bu inson bizningki tariximizda intayin muhim o'rin turdi. Buni mana Abdulqadir Damullamning qanday shogirdlarni yetishtirib chiqqanligining bir isboti. Bu bizga tanish bayon leksiya berdi. Bu yerda bana chiqishimga sabab Abdulqadir Damullamninki ruhi hozirgacha o'lmaganligi. Abdulqadir Damullamninki ruhiga varislik qilgan yaqin do'stim Abduvali Ayub o'zininki tirishchanliklari bilan xalqninki millatning uyg'onishi uchun ko'p javr chapalar chekdi, azarlaydi. Shuna bu yerda ağabeyim Abduvali Ayub'ni bu yerda tillaytib ilishni loyiq ko'rdim. Damullamni shogird emasmi? Ro'y varislik qilgan bizniki. Abdulqadir Damullam 1916 yili Sho'ro jurnalida e'lon qilgan adabiy bir musahiba nomli maqolasida hozirda cho'nglarga agashmak yuzidan Buxoro taraflarida ila mantiq, kalam, falsafa, tadris, mukammal mukalimalariga mashg'ul bo'lsam-mu, lekin ziyoli shogirdlarga tafsir, hadis, ilmu amoyillardan ta'lim bermoqdaman deb yozgan. U o'zi bu yillarda ham mudarrislik, ham Qashqardan muftisi edi. Abdulqadir Damullam jadidlik yo'lida chim turmaslik masalasida ijtimoiy muhitning qattiq besimi sababidan murassachilik yo'lini tutishga majbur bo'lsa-mu, lekin bu uning maydonining nishonining g'oyasining o'zgarganligidan deraklanmaydi. Uning jadidchilik shon shuhrati shu chog'da allburun vatandan olqib O'rta Osiyo musulmonlari orasida taralgan edi. Shundoq bo'lg'achqa Qozon shahrida nashr qilingan Sho'ro nomli yarim oylik jurnalning 1916-yildagi sonida Abdulqadir Damullam kimdir degan o'chirik ulab e'lon qilingan. Buning bilan uning nomi butkul Turkiy xalqlariga mashhur bo'lib ketgan. U mushu mezgillarda sarf navhi, ya'ni morfologiya, sintaksis, tashilul hisoblarni asoslashtirish, jo'grafiya ilmi, aqoidi zururiya, bidoyatul sarf leksiyadan dastlabki asos, ya'ni bidoyatul nahvi, go'daklarga tarbiya, tajvid, turkiy qatorliq darsliklarni tuzib, turli chora amallar bilan bostirib, maktab madrasalarni darslik bilan ta'minlagan. 120 ko'pitliq Muhammad nomli katta asarida yozib, o'zining jamiyat, e'tiqod, axloq, ma'rif haqidagi tashabbuslari va tanqidiy qarashlarini ifodalagan. Mazmuni cho'nqur, tili go'zal, tanqidiy yozimliq ro'yiga ega bu asar 1910-yillardagi adabiyot tariximizda yagona asar hisoblanadi. 1914-yili yozda Bahodir Boyning g'ayrati bilan ustun atishda ochilgan Uyg'ur ma'rif tarixidagi tunji pedagogika maktabi Qashqar Darul Muallimning bosh muallimi Ahmad Kamolni va uning ma'rif harakatini qo'llash yoki qarshi turish masalasida Qashqardagi diniy ulamolar va boyvachchilar dastlabda ikki guruhga bo'linib ketgan. Abdulqadir Damullam, Bovdunboy, Shamshiddin Damullam, Muhammad Ahun Damullam, Zirib Qara Hojim, Abdulqadir Hojim, Abdug'ofur Ahun Maxtum, Nurzoda Hoji Muhammad Ali, Obulqosim Damullam, Abdukerim Xon Maqsum, Qozi Kalon Islom Damullam qatorli kishilar qo'llaydigan guruhni.
Ömerboy, Selim Damullam qatorliqlar qarshi turadigan guruhni tashkil qilgan. Qarshi turadigan guruh Roscoe sohasi bilan yerlik Xitoy amaldorlari bilan birlashib, bu kuchda kuchli o'rin tutgan. 1918-yildan 1921-yilgacha Abduqodir Damullam Buxoro, Samarqandlarga qaytib borgan. U yerlardagi o'zgarishlarga yaqindan diqqat qilgan. Har qaysi siyosiy guruhlarningki muddaa maqsadlarini tahlil qilgan, bolsheviklar haqidagi tushunchasini oydinlashtirgan. Shu jarayonlarda o'shda bir o'zbek ayolni amirga kelib, Abdullah ismli yana bir farzand ko'rgan. 1921-yilda Rossiya tuprog'ida bolsheviklar harakati hokimiyati mustahkamlanib, xalqarodagi cho'ng davlatlarning e'tirofiga erishgan. O'rta Osiyodagi o'xshamagan siyosiy qarashdagi faoliyatchilar bir qism danglik diniy zotlar va mol-mulkka ko'p boylar turli xiyollar bilan qo'shni ellarga qarab yo'l olgan. Abduqodir Damullam bo'layotgan bu o'zgarishlardan bolsheviklar hokimiyati ostidagi O'rta Osiyo o'lkalarining navbatdagi kelajagini to'nib yetgan. Abduqodir Damullam O'rta Osiyodagi 3 yilga so'zilgan kutish, o'ylanish hayotini oxirlashtirib, o'shdan Qashqarga qaytib kelgan. Uning Qashqarga qaytib kelgandan keyin ilib borgan faoliyatlari xalq orasida rivoyat tusini olgan. Uning ta'siri yuqori chekkaga yetgan. U xalqningki qon tari bandligi yashayotgan taslimchi mansabdorlarga, jaholat homillari bo'lgan makkar ulama inshollahga, mol dunyo to'plashdan boshqani uqmaydigan oshko'z boylarga qilch yuz qadr qilmay murassasiz muomala qilgan. Abduqodir Damullam Uyg'ur hozirgi zamon tarixida xotirlangan tunji namoyish uyushtiruvchilardan birisi. Bu uning islohotining keyin 3 tarafı. Hammamizga ma'lum, namoyish qilish qo'lida qurol bo'lmagan xalq omasining taraflarga kuch ko'rsatadigan, orzu ifodalaydigan, hozirgacha qo'llanayotgan unumli usullardan birisi. Ayni yillarda, ya'ni 1920-yillarning beshida bolshevizm bilan Britaniya kengaychilarininki vatnimizga bo'lgan singib kirish qarniyati vatnimizni o'zlarininki ta'sir doirasi ichiga elish urinishlari Qashqar vaziyatini nihoyat murakkablashtirayotgandi. Abduqodir Damullamninki vatanparvarlik, millatparvarlik faoliyatlari ularninki kutmagan yerdan chiqqan. 1924-yilda Abduqodir Damullam har qaysi madrasalardagi talablarni tashkillab, Shivit din tarqatuvchilarining harakatlariga qarshi namoyish tashkillagan. 1936-yili Nanjingda nashr qilingan Zim Venyu yozgan Jungoning g'arbiy yurtni idora qilish tarixi degan kitobda yozilishicha, Bingoning 12-yili Qashqardagi cho'ng mufti Abduqodir Damullam Xristian kuchlarning Shinjongda yamarab ketayotganligini nazarda tutib, musulmonlarni uyg'otish uchun hukumatdan jurnal chiqarishga ijozat berishni talab qilgan. Lekin hukumat ruxsat qilmagan. Abduqodir Damullam tashviqot materiallarini yezib, talablarga har qaysi masjidlarga chaplashga o'rinlashtirgan. Buni o'quvchilar nihoyat ko'p, buni qilgan o'quvchilar nihoyat ko'p bo'lgan. Unumi cho'ng bo'lgan. Mana bu shunday ilmiy qo'zg'ash natijasida Qashqardagi o'quvchilar plakatlarni ko'tarishib, shuar to'lib, ko'chalarda aylangan. Plakatlarni ko'tarishga o'quvchilar misyonlarninki tashviqot materiallarini ko'ydirib boshlagan, bosma mashinalarini pachoqlayotgan. Bu ish Qashqarni zilzilaga solayotgan. Qashqardagi Angliya konsulxonasi, Shved missionerlari va Sovet ittifoqidagi odamlar cho'chib ketgan. Namoyish ko'tarilgan kundagi artistlar Qashqar Dodi, Abduqodir Damullam, Mahmud Hajim, Yaqub Hajim boshlab 30 ga yaqin kishini 40 kun hapsiga solab qo'ygan. Yangilanishning hukumati ishni o'zininki odatlangan usuli bo'yicha hal qilganligini to'g'risida Shved missionerlariga, Rossiya elchixonalariga va'da bergan. Xitoy feodallik jamiyatining mas'uli Makkar siyosiy yanglanishi shunday deydi. Ma'rifi yo'q millat dunko'p turib qo'ygan qozonning ostidagi qo'ng'izga o'xshaydi. Jahon mushudab yuraverdi. Nadan odamni bostirmoq oson, boshqarmoqmi oson. Ularni qo'yga o'xshash xohlagan tarafga haydab ketgili bo'ladi. Shuning uchun men ularga ma'rifni bermayman.
ularning orasidan chiqqan har qanday iqtidorli va aqlli kishini darhol nazorat qilaman, bir bahon tepib yo'q qilaman degandi. U o'zining Abduqodir Domullamdan iborat bu dono islohotchini yo'qotish maqsadini kaltibab, burnining uchini ko'rdigan munofiq mijoz shaxsiyatchi boylar bilan hasadxo'r ulamolarniki g'olchilik qilib, maslashish orqali amalga oshirgan. Qat'iy irodalik, murassasiz, vatanparvar, fidokor, yo'lboshchi, mutafakkur, islohotchi, o't yurak, jadidchi Abduqodir Domullam 1924-yili 14-avgust tong saharda Qashqar shahridagi uyida munofiq qotil Ahmad Mazin tarafidan qasdlab o'ldirilgan. Uyg'ur xalqi uchun zo'r yo'qotish hisoblangan bu qotillik butkul O'rta Osiyoga turkatgan. Qashqardagi ilg'orlikqa moyil kuchlar turkumlab qo'lga ilingan. Bir qismi Toshkentga, Andijon, Qoraqo'lga, bir qismi G'o'lja, yana bir qismi Shanxay, Tianjinga qochib qutulgan. Abduqodir Domullamning fojialik o'limi sababidan Qashqar xalqi cheksiz qayg'u hasratga cho'mgan. Qutlug' Shavqi, Mamtili Apandi, Shamsiddin Domullam qatorliq shoirlar azobli hissiyot bilan marsiyalar yozgan. Abduqodir Domullamningki ixlosmand shogirdlari hasratli qo'shiqlarni to'qishgan. Itim bakmu chiroyli Abduqodir emasmi? Xalqimizga yo'l boshlab ömrüm o'tgan emasmi? Domullam o'lib ketdi, taliblar yetib qoldi. Sen yaşagan bu yurtda şeytanu rejim qoldi. Molla şehit bo'ldi, yatar joyi behish bo'ldi. Domullamga Qashqarlik ko'p yig'lab behush bo'ldi. Ahmad Mazinniki Abduqodir Domullamni o'ldirganligidan xabar topgan Abduqodir Domullamning cho'ng o'g'li Abdulaziz Mahsum Hindistondagi o'qishni tashlab vatanga qaytib kelib, bu diloni adil bir taraf qilishni qayta talab qilib, arz sungandan keyin Qashqardagi amaldorlar Ömerbek bilan Zulun Paşaplar shahar kaptisi tarafidan berilgan AQSh Altun Yanbolanın kuchi bilan bu sirlarni oshkorlamasga va'da berdi. Ahmad Mazinningki o'zgimi barliq jinoyatlardan tinish kerakligini, shundaqla uning o'limdan xalos bo'lganligi alayda jikilaydi. Lekin to'xtamay qilingan bu da'vodan zerikkan shahar qotilari Ahmad Mazinni temir qafasga solib Urumchiga mang'izdilar. Abduqodir Domullamning cho'ng o'g'li Abdulaziz Mahsum izg'olish Urumchiga kelib arz sunadi. Hukumat taraf Ahmad Mazinni etib berishni aytgan bo'lsa-mu, Abdulaziz Mahsum bunga qo'shilmay parda oqisidagi planlanuvchilarni jazolab berishni talab qilib turibdi. Shuning bilan bu qotil o'limdan qutulib qoladi. Lekin parda orqasidagi yanna oshkorlanmaydi. Qashqar qotillarining talbi va va'dasi bo'yicha Ahmad Mazin Soloxdan bo'shatilib qo'yib berildi. Bu qotil Urumchi ko'chalarida bir mazgil lag'aylab yurgan bo'lsa-mu, lekin bu ishdan xabardor barliq kishilar til ahonat dashnamlardan bir minutni orom topolmaydi. Yaqin yurtlarda qochib berib jon boqadi. Ruhiy jihatga qattiq zarb yegan Mazin oqibatda elish bilib shu darajaga yetdiki, hatto o'z go'shtini o'zi yeyishga boshlaydi. Natijada ana shunday saronliqda bir mazgildan keyin o'ladi. Demak, bizningki shu xalqimizning mutafakkurlarga ziyonli qiluvchilar mayli qanday sharoitda bo'lsin, oqibati mana bu bir tasviriy rasm endi. Bundan battar bo'ldi deb o'ylayman. Uyg'ur xalqining hozirgi zamon ideologiyasining shakllanishiga o'lsagan jadidlik ideyasini Uyg'ur jamiyatiga unumli yetkazib, tunji islohot harakatini qo'zg'agan bu ulug' yo'lboshchining suiqasdga uchrashi xalqimiz uchun zo'r bir yo'qotish bo'ldi. Bu zo'r yo'qotishni go'yo olim Abdushukur Muhammad Emin aytgandek, kishini asrlab o'ylantiradigan va vijdon nafratini qo'zg'aydigan fojia bo'ldi deb xotirlashga bo'ladi. Bu fojia bizni shuning uchun asrlab o'ylantirdiki, Saydiya xalqidan keyin 300 yillab davom qilgan jaholat tutunlari ichida o'lim uyqusida uxlab kelgan g'ofil xalqqa
g'aflatda doim uxlamoq yo'qolish va o'lim yo'lidir deb tahirsiz hissiyotda tunji bo'lib jaranliq topgan azimat Abduqodir Domollam edi. Kallasida zamonga loyiq hech qanday bir ang tushuncha yo'q, nodon xalqqa ma'rifatchilik, millatchilik imani eng dastlab singdirgan ilg'or olim Abduqodir Domollam edi. Abduqodir Domollamningki qasdlanishidan iborat bu fojia shuning uchun bizningki vijdon nafratimizni qo'zg'aydiki, asrlardan beri nodonlik, qashshoqlik, tushkunlik, jilong'ulik ichida tepirlab kelayotgan bir xalqimiz xalqni sagaklik bilan yashashga undigan, yangilikqa yetaklagan, insonning qadr-qimmati bilan yashashga da'vat qilgan, adolat va saodat yo'li ustida izlanishga chaqirgan bir dona yo'lboshchini kallasi feodal amidiya bilan to'lib ketgan aksiyatchi mansabdor Yanzishimninki ko'zini bet qilmasdan yo'q qilayotganligidir. Bizning vijdon nafratimizni qo'zg'aydigan yana bir sabab shuki, Abduqodir Domollamdagi ilg'or bir yo'lboshchining o'zi qutqizmoqchi bo'lgan xalqi tarafidan o'ldirilishidir. Tariximizda bunday ichinishlik va numus qilarlik sharmanda ishlar davomli bo'lib kelyapti. Buni so'zlashdiki maqsad ayb ichish yoki o'zimizni tushirish emas. İbretlerden sabah edip, o'xshash xatolikning yuz berishini oldini olish uchundir. Ziyolilarimiz yashab o'tgan shu mutafakkur ustozlarning yo'lini davomlashtirib, millatning uyg'onishi va o'rinda turishi uchun o'zining bir kishilik hassasini dodillik bilan qo'shganda, ajdodlarning qini bekorga oqmagan bo'ladi, ruhiy qo'rolmagan bo'ladi. Ko'pchilikka rahmat.